Voy bu! Shuncha semirib ketguningcha oying senga qaramadimi, a? Polvon bolam deb erkalataverib, seni kasal qilib qo'yishligi sal qopdi-yu. Tortman buni. Farzandingizni sigaret chekishi, alkogol iste'mol qilishi, hatto narkomaniyadan ham xavfliroq oqibatga olib keluvchi narsa bu ortiqcha vazn ekanligini bilarmidingiz? Hozir sizga farzandingiz uchun 5 ta top effektiv eng zo'r ozdiruvchi mashg'ulotlarni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi harakatimiz qo'llarimiz yonga ochildi. Oyoqlarimizni baland-baland ko'tarib, oyog'imiz tagida chapga chalamiz. 1 2 3 oyoq asosan g'ovdaga borish kerak. Egilishimiz kerak emas. 3 4 joyimizda yuguramiz. Tez. 1 2 3 4 yana xuddi shu. 1 qaddingni ko'tar. 2 3 4